Bemorlar bilan bo'ladigan qiziq holat. Bitta eng qiziq. Ha. Ko'pincha bo'ladi. Dori retseptini bemorga bergan payt bu dorilarni aptekadan olaymi deb so'raydi. Misol organlarni ko'rib bo'lib, bo'yrangizda ozroq shamollash bor ekan, urologimizga o'tib maslahatini olib keting desak, xo'p deydida, ketish oldi bo'yragim yaxshi ekanmi deb so'raydi. Yoki chuqur nafas olingda ushlab turing desam, datchikni ushlab olishadi. Yo'q, datchikni emas, nafasni ushlab turing deb aytaman-da. Ukol qilgan paytimiz tomiga bittadan tusha olasizmi? Og'rimaydimi? O'zi ukol qildingizmi? Bilmay qoldim deyishadi. Ba'zida mana shu yerda formada o'tiramiz. Eshikni ochib kelib qarashadi, doktor bormi deb so'rashadi. Hammasidan qiziq holat men bilan emas, ko'pincha hamshira bilan bo'ladi. Ko'p hollarda kasallar kelib, men doktor deb o'ylashadi-da, menga shikoyatlarini aytishadi. Keyin men doktorni ko'rsataman. Ko'rib qolishadi.